Muhtaram azizlar, Robbimiz Alloh taologa behisob shukrlar, hamd sanolarimiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsinki, mana shu sanani ham inshaalloh Ramazon oyiga chiroyli holatda yetib keldik. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini barchalarimizga muborak qilsin. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lgan oy. Ramazon oyi rahmat oyi, Ramazon oyi Qur'on oyi, saxovat oyi, ibodat oyi. Zero Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam marhamat qilganlar. Man soma Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi deganlar. Kim Ramazonni ro'zasini ishonch bilan, ixlos bilan ro'zasini tutsa, qilgan gunohlarni hammasini Xudo kechiradi deganlar. Ramazonni ro'zasiga shuncha savob. Ramazon oyida Qur'on oyi deyishligimiz, Ramazon oyida xatm Qur'onlar bo'ladi. Masjidlarimizda inshaalloh mukammal qorilar mehrobda turib Qur'onni to'liq o'qib beradilar. G'animat bilishlik kerak. Xatolar o'chiriladigan, gunohlar kechiriladigan, duolar qabul bo'ladigan, shaytonlar kishanlanadigan, shaytonning ta'siri qolmaydi. Hozirdan himmat qilib Ramazon oyini go'zal ibodat ila itmomiga yetkazishlikka Alloh nasib etsin. Toki Robbimiz Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyi bo'lgan bu Ramazonda barchamizni Qur'onni fazilatidan bizlarga nasib qilsin. Qur'onni xulqi bilan xulqlanishligimizga nasib etsin. O'qimoqchi bo'lib turgan, eshitmoqchi bo'lib turgan Qur'oni Karimni xulqi bilan xulqlanib, shu Qur'oni Karim bemorlarimizga shifo bo'lsin, hayotimizga dastur bo'lsin. Qur'onning nuri bilan nurlanishligimizni nasib etsin. Toki shu Ramazon oyi bor ekan, tinchlik uchun, o'zimizni tinchligimiz uchun, yurtimizni tinchligi uchun, oilalarni tinchligi uchun, fazilat uchun, barakot uchun duolarni g'animat biladigan, bir-birimizni haqqimizga ilinib duo qilinadigan oyga kirib keldik. Biz o'zimiz tanigan, bilgan qancha odamlar vafot etdilar. Bugun kim hayot bo'lib turgan bo'lsa, salomat bo'lib turgan bo'lsa, bu Ramazon oyini g'animat bilib ro'zasini ham, qiyomul layl maqomidagi tarovih xatm Qur'onlarini ham, qodir bo'lgan insonlar zakot, qolaversa sadaqa fitr amallari bor. Hayotda, mahalla ko'yda, hayotda qiynalib turganlarni ko'nglini olib duosini oladigan oyga kirib keldikki, Robbimiz Alloh taolo Ramazonni fazilatidan, barakotlardan, ijobat bo'ladigan duolardan barchalarni nasib etib, marhabo ya Ramazon hammamizga muborak bo'lsin.